Akalar, eksperiment rostlagasimi? Ketdi. Start mana mashinadan boshlanadi. 50 tezligiga chiqaman-da, srazu tormozni bosaman. Yozgi balonda. Qatgacha yetib borar ekanman. Sizlar bilan birga hozir ko'rmasa bo'lmaydi. 1 2 3 ketdi. Gazni oxirigacha bosib yotibman, buksur qilib yotibdi boru. Bu mashina o'ynab ketyapti. Hop, 40 45 50 Samakat bo'tdi akalar, samakat. O to'xtamayapti. To'xtadi. Mana mashinada to'xtadi akalar. Sizlar bilan birga ko'ramiz. Mana bu, ko'rinmayapti yapti o'zi. Xullas, metkani qo'yamiz. Metka ketdi. Mashina metkani eslab qolasizlar. Endi zimniy balonni sizlar bilan birga test qilamiz. Mana buni yechamiz. Endi navbat akalar, zimniy balonga qatta start boshlangan bo'lsa, xuddi shu yerda boshlanyapti. 50 tezlik, srazu tormoz. Ketdi. 1 2 3 ketdi. Bu buksur ham olmayapti boru. 40 50. Bu 50 ham srazu chiqib qoldi. Mashina to'xtadi akalar. Sizlar bilan birga taxminiy metrni o'lchaymiz. Xullas, qaranglar. Zimniy balon bu darajada yozgi balonga qaraganda farq qiladi deb o'ylagandim. Ketdi. 1 metr, 2 metr, 3 metr, 4 metr, 5 metr. Foydasi yo'q. Mana bu furadan o'tib ketdi. Taxminiy 50 metr razza qilyapti. Akalar, prosta sizlar zimniy balon taqinglar, Vetour tomonidan Vetour baloni taqilgan maslahat shu. Men endi oilam bilan qo'rqmasdan mamnaqa galolotda ham bemalol yura olaman. Chunki menda Vetour bor, yerni, qorni o'yib tashlayapti. Sizlarga ham Vetour taqishlarni maslahat beraman. Bu videoni prosta yozgi balonda yurgan yaqin tanishingiz bo'ladi. O'shanga hozir jo'natib qo'yinglar. Balonmisan, balon boru.